Assalomu alaykum. Bugun Nayman YouTube, Instagram kanali obunachilari bugungi chiqarib o'tirgan mana video obzorimiz xudo qalsa xalqimizga, elimizga bir juda ham foydali, juda ham bir manfaatli bo'ladi degan umidda video obzor qilib o'tiraman. Mana xudo qalasa hammaning yaxshi kunlarini ana shunday to'yga, yaxshi kunga xarajat, suv, go'sht, tort ne qo'yaman deytavlarga ana shunday bir xolodilnik ishlab chiqargan. Xudo qalasa to'yingizning xarajatini xullas umuman zoya qilmaydigan narsa ekan bu. Yozning issiq kunida juda ham bir qulayli narsa. Mana go'sht, tort, turadigan narsalar hamma narsasi bor. Ixchamli. Mana bu yerda tortlari turadi. Mana bu yerda go'sht osaton kanarasi bor, adinni ichkarida. Mana bu yerda konditsionerlari bor. Umuman vajlarni sviji turadi xudo qalasa. Nomerlarni qoldiramiz xudo qalasa. Imomaddinga xabarlashaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Ana shunday ko'rinishga ega. Necha gradus suv edi Imomaddin? -5 gacha suvitadi, -5 suvitmoqli ekan hali. Ana. 0 temperatura turgan o'z normal deb turibdi odamlar. Uch-uchuklari bor. To'yxonaga qo'ygan bo'lsak, temperatura datchik. Lekin agar to'q past bo'lgan bo'lsa, stabilizatorlari bor. Endi doim to'q past bo'lgan bo'lsa neta olmaydi. Bu pastroq to'qlari normalni ko'tarib beradi. Ana hurmatli yo'ldoshlar, xudo qalasa bir elimizga manfaatli bo'ladigan juda ham zo'r narsa ishlagan Imomaddin ishlariga omad. Xullas qalam, xarajatlar zoya bo'lmaydi. Yozning issiq kunida juda ham qulay keladigan narsa mana. Xolodilnik. Bu yerda stelajlarimiz bor ekan xudo qalasa. Bu yerda stelajlarda hamma narsalar qo'yiladi. Pechene, salat, palat shunday narsalar qo'yib qo'yiladi. Tortlar ham qo'yadigan. Bu yerda bir kanarada bor emasmidi bir? Kalara bor edi, aptasariq endi yana qaytarib qo'yilajak bo'ldimiz. Kalaradan qo'yib qo'ydik, qon og'adi go'shtning qoni. Endi shuni planlashtirib o'tiramiz, ostona yana bir narsa qo'yib, shu qon shuga og'ish uchun. Endi shuni qo'yaveramiz xudo qalasa. Go'shtlarni xudo qalasa shu yerda turaveradi ekan. Mana konditsioner yana bir marta ko'rsatamiz. Xullas, hamma xarajatlaringiz joylashadi, zoya bo'lmaydi yozning issiqsida. Ana kerak nelar bo'lsa, Imomaddinning nomerini qo'yamiz tiyina. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.